Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun 6-kun. Demak, masala va testdan ko'rib chiqamiz. Tak, birinchi savolimiz. Fitosinuz tarkibiga kiruvchi toktoshlar oilasi uchun xos bo'lgan xususiyatlar kerak. Bilamizki, toktoshlar oilasida demak, urug'chi ikkita mevaning qo'shilishdan hosil bo'lgan meva-sebzavor. Mana noto'g'ri ma'lumotlarni chiqarib olamiz oldin. Demak, guruh bularni to'g'ri bo'ladi. Shu sababdan 4 kelgan javob chiqaramiz. Keyingisi oddiy shingil emas, bunda murakkab shingil bo'ladi va bu yerda D javob qolyapti. Ikkinchi savol. Algologiya fanning o'rganish obyekti. Bilamizki, algologiya u suv bilan o'rganadi. Bu yerda mana 2, 4 va 7 raqamli organizmlar suv bilan hisoblanadi. Misol tariqasida parmeliya bu lishaynik bularni lixinologiya fani o'rganar edi. Ma'lumot o'rnida. Uchinchi savolga qaraymiz. Biotik munosabatlar to'g'ri ko'rsatilgan javob deyapti. Tak, 1. Biotik munosabatlar to'g'ri ko'rsatilgan. Qushlar va kemiruvchi hayvonlar uyalarida turli o'rgimchak simlar va hasharotlar yashashi. Demak, uya sifatida foydalanadigan bo'lsa, bu sinokia, ya'ni hamsoyalik bo'lar edi. Komensalizm guruhiga mansub, amensalizm degan uchun bu yerda siz javob chiqarib olamiz. 2. Dukkakli o'simliklar bilan azot fiksiyatsiyalovchi bakteriyalarning simbioz munosabat turi. Albatta, u mutualizm edi. Buradagi protokooperatsiya yoki amensalizm ham chiqaradigan bo'lsak, D javob qolyapti. 3. Ayrim baliq turlari yirik baliqning terisi, jabra va og'iz bo'shlig'idagi parazitlardan tozalab tanishi. Albatta, buni biz protokooperatsiyaga demak kiritsak bo'ladi. Ya'ni ikkisini ham manfaatli, lekin majburiy bo'lmagan munosabat turi edi. 4-chi savolga qaraymiz. Hujayra qobig'i mureyn bo'lsa bakteriya, pektin bo'lsa ko'kat suvoqlar va sellyuloza bo'lsa o'simlik bo'lishi kerak. A javobda tak mureyn ya'ni bakteriyaga shampinyon kirgizgan, shu sababdan chiqarib olamiz. S javobda esa bakteriofag virus kirgizgan, shu sababdan chiqarib olamiz. Bu va D javob solishtiradigan bo'lsak, S qismida farq qiladi. Ya'ni sellyuloza o'simliklarga shampinyon deyapti. Shuni chiqaradigan bo'lsak, bu yerda bu variant bo'lar ekan. Demak, bakteriyalarga o'zagammozi, pektin xirokok, sellyuloza bo'ladigan bo'lsa, qo'ziquloq o'simligini misol qilsak bo'ladi. 6-chi, tak 5-chi savolimiz fermentlar qatorini belgilang deyapti. Bu yerda ferment bo'lmagan, ya'ni dezoksiriboza, saxaroza, laktoza, ribozalarni chiqaradigan bo'lsak, qolganlari misol tariqasida ligaza, interakinaza, revertaza, transpoza, restriktaza va bamashvirlar yoki HBRlar bularning hammasi fermentlar sanaladi. Ya'ni bu yerda siz javobni belgilasak bo'ladi. Keyingisi 6-kun masalasiga o'tamiz. Masalada aytyapti, onasi shapko'r, demak, shapko'rlik bilamizki, ressessiya gen kasalligi. Onasi shapko'r, otasi esa daltonizm bilan kasallangan. Demak, berilmagan belgini biz har doim sog'lom qilib olishimiz kerak. Ulardan tug'ilgan qizning genotipi mana shunday bo'ladi, ya'ni bir otadan, bir onadan kelishi kerak. Erkakni aytyapti, faqat shapko'rlik bilan kasallangan, ya'ni A geni kichik, D geni katta bo'lishi kerak. Gamet oladigan bo'lsak, urug'chidan 4 ta, erkakning ikkitasi hosil bo'ladi. Chunki bu yerda cross-singor bo'lgan. Cross-singor 40%, na-cross-singor demak 60% ekan. Savolda so'rayapti. Daltonizm bo'yicha sog'lomlar kerak, ya'ni katta D qatnashganlarni topishimiz kerak. Mana shu joyda jami 75% bo'lar ekan. Ya'ni bularni biz 40 ni 4 ga bo'lamiz 10% dan, cross-singorlar 64 ga bo'lamiz, na-cross-singorlar 15% dan tushar ekan. Ikkinchi masalamizga qaraymiz. Hayvon hujayrasida glyukoza chala to'liq parchalandi. O'simlikda fotosintez jarayonidan so'ng ham glyukoza hosil bo'lgan. Masalamizning oxirgi tomonida jami glyukoza 24 mol deyapti. Biz chala, to'liq xloroplast mana shularni 24 molga tengimiz va savolda aytyapti. O'simlikda hosil bo'lgan glyukoza chala parchalanganidan 5 marta ko'p. Demak, chala parchalangan x, xloroplastni 5x deb oldik. To'liqdan bo'lsa 1,2 marta kam ekan. Demak, 5 ni biz 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 6x bo'lyapti. Bu uchalasini yig'imimizni biz 24 ga tengimiz, x'imiz 2 chiqyapti. To'liq, ya'ni 6x edi bizda, 6 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 12 mol, uni energiyasi 33,600 bo'lar ekan. Savolda to'liqdagi energiya so'ralgan. 3-chi masala, fotosintezda 1260 gramm glyukoza sintezlash uchun ketadigan ATF miqdori kerak. Biz glyukozani grammini 180 ga bo'ladigan bo'lsak 7 mol beradi. 18 ga ko'paytirsak 126 ATF demak jarayonda sarflanar ekan. Va mana shuncha gramm glyukoza aerob sharoitda parchalanishidan ATFda to'plangan energiya deyapti. 7 ni 1440 ga ko'paytiradigan bo'lsak 1080 kilojoule chiqar ekan. Bu masalamizning B qismiga javob. 4-chi masalaga qaraymiz. Demak, dengiz cho'chqalarida yungning hurpaygan bo'lishi tekislik ustidan dominantlik qiladi. Hurpaygan 60%,
tekisligi esa 40%. Demak, chastotaga ega ekan. Olingan lotlarda geterozigotalar deyapti 1152 ekan. Demak, ekranga qaraymiz. Bilamizki, Hardy-Weinbergda chastotalar bir-biriga ko'paytirish orqali genotip yoziladi. Bu yerda penni chizib o'tirmadik, oson bo'lgani uchun. Bu 36%, ya'ni 6 ni 6 ga ko'paytiramiz. Bu yerda 60%, 40% ga ko'paytiramiz 24 dan. Bu esa 16% ekan. Demak, geterozigotalar, ya'ni 48% masalada 1152 deyapti. Jami esa 100%, bu yerda 2400 ta bo'lar ekan. 5-chi masalaga qaraymiz. Ma'lum bir sharoitda 105,4 nanometr uzunlikdagi DNKga bo'lmashqa bir restriktaziyasi ta'sir qilingan. Uni uzunligini topadigan bo'lsak, nukleotlarni 310 bo'lyapti bitta zanjir, jami 620 ta bo'lar ekan. A, B, C'da 4 bo'lakka bo'lindi. 4 bo'lakka bo'linish uchun 1, 2, 3, 3 ta joydan kesilishi kerak. Bilamizki, BAMR H1 har bir kesganda 10 ta vodorod bog'dan kesadi. Jami 30 ta vodorod bog' kamaygan. Va bu 3,75% ga teng. 100% 800 ta vodorod bog' bo'lyapti. Biz vodorod bog'laridan nukleotlarni ayiradigan bo'lsak, guanin soni kelib chiqadi. Masalada guanin orasidagi vodorod bog' kerak. Buni 3 ga ko'paytiramiz, 540 bo'lar ekan. Demak, albatta, mana shu masalalarni qayta tahlil qiling va keyingi kun masalalarini izohlarda yozib qoldiring. Agarda bu qilayotgan ishimiz sizga manfaat berayotgan bo'lsa, albatta izohga o'z fikringizni yozib qoldiring va buni biolog o'rtog'ingizga ulashing. Mana mart oyida milliy sertifikat yaqin. Nasib bo'lsa, mana shu milliy sertifikatga ham katta yangiligimiz bor. Albatta, mana shu masalalar ham DTM masalalari ham milliy sertifikatning asos masalalari hisoblanadi. Mana shu masalalarni har kun davomli ishlaydigan bo'lsak, albatta masala bazamizda o'zgarish bo'ladi. Hammaga rahmat.